Bugun ham erim banda Sergeli qatta sanatga tushdim. E-consulting hamda UzAuto Motors Powertrain hamkorligida referens vizit tashkil qilindi. Ishlab chiqarishda qanaqa tashkil qilingan degan mavzuda birinchi bo'lib umuman UzAuto Motors Powertrain oilasi haqida ma'lumot berildi. Yodimda Doniyor akani ko'rib qoldim. Keyin instruktaj berildi, texnika xavfsizligi bo'yicha va sariq jiletkalarni tarqatishdi. Biz zavodlar bo'ylab sayohat qildik. Quyma zavodiga, mexanik ishlov berish zavodiga hamda yig'ish zavodiga kirdik. Zavod ichida suratga olish mumkin emas edi. Shunaqa coffee break tashkil qilingan. Menga ishlab chiqarish zavodlardan ko'ra u yerdagi HR bo'limi, strukturasi, ularning har kungi qiladigan ishlari, vazifalari juda ham qiziq edi. Men sobiq talabamni ko'rib qoldim, Ravshan, va undan ko'proq HR haqida ma'lumotlar oldim. Bundan tashqari bizga global ishlab chiqarish tizimi, ularda qanaqa tashkil qilingani hamda biznes plan deployment tizimi har bitta darajada qanaqa ishlashi, qanaqa dekompozitsiya qilinishi haqida ma'lumotlar berishdi. Viktorina bo'lib o'tdi. Viktorinada ko'rganingizdek 3-o'rinni oldim va sovg'alar berishdi. Undan keyin HR bo'limini yo'nalish rahbarlari, CMB yo'nalishi, hiring yo'nalishi, people administration yo'nalishi rahbarlari prezentatsiya qilishdi, o'zlarining yo'nalishlari haqida gapirib berishdi. Yoqqan jihati bu yerda xavfsizlik uchun nafaqat mas'ul xodimlar, xavfsizlik xodimlari, balki har bitta xodim mas'uliyatni chuqur his qilishar ekan, hatto bugun ishga kirgan stajyorlar ham. Bundan tashqari Kaizen instrumentlardan juda ham ko'p foydalanishgan. Shunaqa yangi ma'lumotlar, yangi emotsiyalar bilan ortga qaytdik.